Bu yoq nimaga salqin? Nariyoq salqin emas, bu yoq salqin. Ha, bak. Nima ochding yana? Tavba. Ahmad Doda tavba endi. Perivalda. Qamchiq dovonida Toshkentdan kelishda ham kirsanglar bo'ladi, Toshkentga ketishda ham kirsanglar bo'ladi. Mana Ahmad Doda 3 etaj tepada mehmonxona oteli bor. Bemalol dam olib, ertasiga yo'lga chiqsa. Ahmad Dodani 3 ta mashhur ovqatlari bor. Bittasi tavba bo'lsa, bittasi hozir sirli shashlik, yana bittasi nima? Samarqand osh, taba shashlik. Bu tomonini qaranglar tabiatini. Voy. Ishtahani ham ochiradi bu tabiat. Havosi ham ochiradi-da. Mana shu tovuq mashhur qildi Bobur o'rtog'imni. Mana shu taba mashhur qildi Ahmad Dodani. Manimcha tovuqda yana boshqacha pishsa kerak. Havosi toza-ku. So'tishmaydi. Bu sirli shashlik, lekin qonun qoidalar bo'yicha shashlikning sirligi bo'ladimi?